Assalomu alaykum akalar, birodarlar. Mana katyollarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi, tayyorlab qo'ydik hammasini. Kimgadir mana shunaqa katyollar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Xo'p, buni materiali qanaqa, nechlik listda bo'lgan deb so'ragan aka-ukalarimiz uchun ko'rsatib beramiz hozir. Mana ichi polni 2,5 listda bo'lgan, tashi 4 likdan bo'lgan, ichi ham tashi ham yangi materialda bo'lgan. Mana ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz, bir qator turbalarini. Zo'r brenddagi katyollar. Xo'p, hozir men sizlarga ko'rsatayotgan katyollarimiz 70-80 kvadratdan 150 kvadratgacha bo'lgan joyda ishlataveradi. Xo'p, buni komplektda ventilyator, termostat, datchik, regulyatori bo'ladi. O'zini-o'zi ligrovka qilib ishlayveradi. Mana katyollarni ko'rib o'zingizlar ham baho berib qo'yaverasizlar ishchi sifatiga. Mana bu yerda katyollarimiz katta kvadratdagi katyollar. Bu ko'rib turgan katyollar 200-250 kvadratgacha bo'lgan joylarda ishlataveradi. Bir uyingiz kattaroq bo'lsa yoki bir teplisami, shunaqa joylarga qo'yadigan bo'lsangiz bo'laveradi. Xo'p, bularimizni materialiga keladigan bo'lsak, materiali ichi 3 likda bo'lgan, ichi 3 lik, tashi 4 likda bo'lgan. Mana ichi holati, turbalari ham atsintovka materiali. Xudo xolasa zanglamaydigan materialda. Mana ichlari ham yangi likda bo'lgan. Bir qator ko'rib qo'yasizlar. Bu ham komplektda ventilyator, termostat, datchik, regulyatori bo'ladi. Yana bir tushunmagan joylar bo'lsa, bir qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rab olaverasizlar. Mana katyollarimiz xudo xolasa bor, mana bu yerda ham bor. Xudo xolasa ularni garantiyasi bilan beramiz. Mana shunaqa kimgadir zo'r sifatli katyollar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.